o'zimizni ulug' madaniyatimizni, o'zimizni ulug' ajdod avlodlarimizni mana joyga qo'yapmiz. Hurmat bilan boshimizga ko'taryapmiz. Ma'naviy yana bir marta aytaman, ma'naviy hayotni joyga qo'yapmiz. O'zbek bo'lgan odamni o'zligini tushunish uchun ko'p ish qilyapmiz. Bu ulug' millat. Ushbu qutlug' ayyomni bayram qilar ekanmiz. Avvalo 1989-yil 21-oktyabr sanasini davlat tili haqidagi qonun qabul qilingan kunni eslamasligimiz mumkin emas. Yurtimizda mustabid tuzum hali o'z hukmini o'tkazib turgan g'oyat og'ir sharoitda xalqimizning taqdiri va kelajagini hal qiladigan bu qonunni qabul qilish biz uchun oson kechmagan edi. Qonun loyihasi 2 marta umumxalq muhokamasiga qo'yilgan edi. Uning atrofida qanday qizg'in bahs va tortishuvlar bo'lib o'tganini o'ylaymanki, ko'pchilik yurtdoshlarimiz juda yaxshi eslaydi. Shaxsan men ham o'shanda bu tarixiy jarayonlarning bevosita guvohi va ishtirokchisi bo'lganman. Bu muhim hujjatning qabul qilinishida fidoi va vatanparvar ziyolilarimiz, keng jamoatchilikning qat'iy shijoati hamda birinchi prezidentimiz muhtaram Islom Abdug'aniyevich Karimovning siyosiy irodasi katta o'rin tutdi. O'zbek tili davlat tili sifatida xalqimizni birlashtiradigan, jamiyatimizni ulug' maqsadlar sari safarbar etadigan qudratli kuch bo'lib maydonga chiqdi. O'zbek tiliga davlat tili maqomi berilishi munosabati bilan chiqqan qarorning, qonunning aniqrog'i paydo bo'lishida, bu qonunning qabul qilinishida ham Islom Abdug'aniyevning o'rinlari, rollari juda katta. Shu o'tgan asrning 80-yillari oxirida, 80-yillarning oxirlaridagi O'zbekistondagi sharoitni, ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy ahvolni oladigan bo'lsak, u paytda jamiyat o'zgara boshlagan, tuzum o'zgara boshlagan, SSSR deb atalgan jahon tarixidagi ulkan imperiyalardan biri sekin-asta tanazzulga yuz tuta boshlagan va mamlakat miqyosidagi barcha respublikalarda mustaqillik haqidagi fikrlar uyg'ona boshlagan bir sharoit edi. Ana shunday bir kataklizmlarga boy bir sharoitlarda o'zbek xalqining eng katta orzu umidlaridan biri shu o'zbek tiliga davlat tili maqomini berish yoki shu maqomni olish degan katta gap qo'zg'aldi. U paytda hali O'zbekiston mustaqillikka erishgan emas, mustaqillik haqidagi deklaratsiyalar qabul qilingan emas. Eski davrning sho'rolar jamiyatidagi O'zbekiston Respublikasining yoki SSSR deb atalgan mamlakatning g'oyalari, rahbarliklari boshlari davom etayotgan bir sharoit edi. 1989-yilning o'sha yoz oylarida, yanglishmasam, yoz oylarida qonun loyihasining muhokamasi bo'ldi. Qonun loyihasini muhokamasini uyushtirish komissiyasining raisi sifatida meni belgilashdi va bu komissiyada o'sha vaqtdagi katta davlat arboblari, yozuvchilari, shoirlari, tarixchilari bor edi. Islom Abdug'aniyevich Karimovning bevosita rahbarliklari ostida, bevosita o'zlarining ishtiroklarida ayrim punktlarga, moddalaridagi joylarni tahririyatiga fikrlar kiritish natijasida paydo bo'ldi va bu qonunning qabul qilinishini man shubhasiz prezident nomi bilan ham bog'layman. Mutaxassislar, takliflar kiritgan, o'rgangan xalqimizning katta ishtiroki bilan bir qatorda bevosita rahbarning o'rni ham bor deb o'ylayman. Bu qonunni qabul qilish osonlik bilan ro'y bergan emas. Qonun muhokama qilinganda dastlabki jiddiy tushgan muammolardan biri yoki dilemmalardan biri O'zbekistonda faqat o'zbek tilining o'zini davlat tili maqomi sifatida qonunni qabul qilamizmi yoki O'zbekistonda ikkita tilga davlat maqomi beraylik, o'zbek tiliga va rus tiliga davlat maqomi beraylik deyilgan fikrlar tushdi. Chunki ma'lumki sho'ro paytida bizni respublikamizga barcha masalalarda boshqaruv markazdan hamma ixtiyorimiz, imkonimiz, hamma huquqlarimiz markazdan boshqarilib turilar ekan.
til nuqtai nazaridan boshqarishda ham o'sha rus tili davom etsin, rus tilining gegemonligini saqlab qolish kerak degan siyosiy qarashlar bor edi. Va mana shu masala ustida uzoq tortishuvlar bo'ldi, bahslar bo'ldi, televideniya, radio, ommaviy axborot vositalarining barcha turlari, majlislar, turli darajadagi yig'inlar, ayrim hatto bir xil davlat rahbarlari bor edi, hatto ayrim tilshunos, katta tilshunos olimlar bor edi, ayrim yozuvchilar bor edi. Ularni bilamiz, yo'q, o'zbek tiligagina emas, rus tiliga ham davlat tili maqomi berilsin degan fikrlar bo'ldi va buni asoslashga harakat qilishdi. Lekin ikkinchi tilga ham davlat tili maqomi berilishi o'zbek tilining ahamiyati, mohiyatini yanada pastga urib olishga olib kelishi mumkin edi. Va shuning uchun uzoq vaqt mobaynida muhokama qilinib, xalqimizning irodasi, xohishi qonuniy ravishda bo'lishi lozim bo'lgan masala hal qilinib, o'zbek tiliga respublika miqyosida davlat tili maqomi beriladi, bitta tilga degan fikrlar aytildi. Lekin bu qonunning shunday bir qimmatli nuqtasi borki, boshqa biror tilga, shu jumladan rus tiliga ham hech qanday bir to'siq, uni qo'llashda qandaydir bir hurmatsizlik, e'tiborsizlik degan narsa bo'lgani yo'q. Bu masalada Islom Abdug'aniyevich Karimovning o'zlari doimo qarab, nazorat qilib, har kungi qonunning loyihasiga muhokamada tushgan fikrlarni o'rganib bordilar. Qonunda boshqa barcha tillarning, masalan, O'zbekistonda deylik, qozoq, qirg'iz, tojik, turkman, rus tilida gaplashadigan xalq vakillari bor. Ularga ham unfashin jips yashayotgan joylarda o'sha tillarda, masalan, maktablarda dars berilsin, shu tillarda darsliklar chiqarilsin, mana shu tillarda zarur kerak bo'ladigan bo'lsa gazetalar chiqarilsin degan erkin imkoniyatlar yaratildi va xalqaro miqyosidagi mana shunday til siyosati masalasida va shu o'zining tilini davlat tili deb e'lon qilingan qonunlar, qarorlar ichida men o'ylaymanki va balki faqat meningina fikrim emas, juda pishiq ishlangan, mustahkam ishlangan, boshqa millat vakillarining hurmati saqlangan holatda, ularning hurmatiga e'tiborsizlikka yo'l qo'yilmagan holatda ishlangan qonunlardan biri deb hisoblayman. Shuncha sinovlardan, shunday bo'ronlardan o'tdik, lekin o'zimizni saqladik. Saqladik degani shu bo'ldiki, bizlar nima uchun bu yerda yashayapmiz? Bu zamon albatta o'tadi, lekin xalq qoladi.